Ne burçu? Assalamu alaikum Oşkovardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар. Биз бүгүн жаңы ноокаттан салам айтабыз. Ноокат районуна караштуу жаңы ноокат айлык аймагына мындай аябай чоң кулунду бээ сатууга чыгат экен туугандар. Сиздерге маалымат жеткирип, бөлүшөткөнү келип калдык. Кандай бээ чыгат, баласы эмип турат, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бээнин чоңдугуну мына өтө күчтүү, жакшы эмчиге бээ издегендер байланышасыздар. Эркек кулуну менен экен Акмел акадан сатууга чыкты. Бээни өзүңүздөр көрүңүздөр, баа бериңиздер, чоң бээ издегендер байланыша бересиздер. Келиндерин көрүп, жакшылап тегеретип тартсак кара белеген жаныбар бээ, өзү дагы, кулуну дагы, канчалык кулун эми маалыматына чогууга болобуз. Акмел ака, assalomu alaykum. Alaykum assalom, Rasuljon. Keldik, tensolig'iz yaxshi aka? Yaxshimi-ku? Yaxshi aka, bu beni ottyapti degende ele bir karabil cho'ng bee chiqadi ekan satuga. Cho'ng bee chiqadi. Ayoy cho'ng ekan bu emi. Bo'yi dag'i qancha chiqadi bu? Rasuljon, buni bo'yini endi erkak otishga o'lchab interes qilmadim, biroq men ko'z chamasi 1.70 ga borib qoladi. 70 ning tegeragindagi ya? Shunday, men ama o'lchamadim. Mana jonboshlarda yomon cho'ng bee go. Mana quluni ham qanchalik qulun? Erkek qulun ekan. 2,5 oylik. 2,5 oylik bu. Erkek. Quluni sotib alda qiladigan emas. Qulunini olib qolayin desam, buni enasidan ajratib olib qolib Rasuljon. Jo'sh ekan janovar. Qulunga dag'i boqolmay qolamanmi deb ko'zim qiymay michoni beribdir. Otasi qanday qulundun? Otasi Tojikistonga sotilgan, qimmat pulga sotilgan otni bolasi. Tojikistonga qimmat aqchaga sotilgan otning bolasi. Biya qo'yilgan, yaxshi otga qo'yilgan biya. Hozir bee shunda dag'i bo'g'iz bu. Dag'i bo'g'iz. Qonini endi qursag'ini ko'r ana o'zing. Buniki bee pichindisini beribdir, 170 teri ham qayerdan kelgan bee? Bu qulun qo'lga uyranib qolibdi janovar. Kelib o'ynab yuradi-ku biz bilan. Bunda nima? Yash qanchada, qanchanchi quluni? Navoz qanchanchisi? Sen qormab turgan quluni 3-chi. 3-chi quluni. Bu xolasa tug' bersa, qonnadagi 4-chisi bo'ladi. 4-chisi bo'z. Nega? Densolig'ini jevishine javob berasiz. Javob beramiz, xudo xolasa. Tanjoni sog'. O'zi terisida turadi. Terisida turadi. Ukam, shuni ham bunday bostirib kelcham beeni. Nega beeni o'zingizlar ko'rib turasizlar, tug'anlar. Yaxshi bee izdegenler baylanışarasızlar aka, yenchiga bee izdegenlerдің qulog'ina gumuz sirg'ab olsin. Kölökötön mına günge chiqib olam. Neka tug'anlar, qulunini da ko'ringizlar, bee jaqsa baylanışasızlar. To'xtat hem ukam. Yaxshi qulun ekan. Qulunni yaxshi beradi o'xshaydi ya, cho'ng beradi o'xshaydi. Bolasini zo'r berar ekan. Bolasi 2,5 oylik to'yt endi. Erkek. Bolasi erkek. Shunda hozir mana 3-chisi, 4-chisi bo'z dedingiz, ha? Emi beenin bahasini aytingchi, qaymonat qo'ymasangiz kerak bega. Yo'q, qaymonat qo'ymadik. O'zim biya qilaman deb olib olgandim Rasuljon. Enchiga olingan. Tiyin zarur olib sotamiz deyapti. Bahasini aytingchi. Bolasini so'mga aytaverayni. Bahasini, so'mga ayting ham. 500 ming so'm kami. 500 ming so'm kemi bor. Xudo xolasa siylashuvlar bo'ladi, ha? Mana qulunini da ko'ringizlar. Ekon-teng densolig'ina javob berasiz. Nomerlarni aytib o'tsangiz. Nomerlarni. Shuni aytib o'tamiz. 55. Plus 996 755 bilan 10 39 nomeri bilan baylanışasızlar tug'anlar. Biz chalishimizni jiyintiqdaymiz. Like bosib bölüşüp koymayı unutmangizlar.